Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Men Bekaketman Bandlik Abduhakim boshqaruvchisi Pardajo'l Ahmadovman. Sizlar bilan mana 2025-yilning 24 sanasida tadbirkorlar uchrashuvimiz bor edi. Bunda nima muammolar bo'lsa, bemalol tanishib yurishlaringiz mumkin. Mening mahallam loyihasidan o'zi bank fuqaroga ayol kishilarga 24% dan jismoniy shaxs kafilligi bilan, erkak kishilarga 27% dan 5 yilga beramiz. O'zingiz bank qilib ishlamaydigan fuqarolarni bank qilib jismoniy shaxs kafilligini olib kelasiz. 20 ming shartni oluvchi ham kafil beruvchi operatsiya shu yerga tushmagan bo'lsa, toza hozir bo'lishi kerak. Xullas, shuni chiqarib beramiz. Opamni bir xil tartibdagi ham o'z nomiga olsa 20% beramiz. Jismoniy shaxs kafilligi bilan agar kelin yo'llangan oladigan bo'lsangiz, ayol kishiga 24% beramiz. Bola Turkaston'dan mahalla tomonidan 17 milyon kredit ajratishlarimiz so'raydi. 17 milyon bo'ladigan siz o'zingiz bank qilasiz, kafillik qo'ysangiz, bu yerga 20 ming beramiz. Sultan kafilligi bilan 12 ming 3 kunlik beramiz. O'zingiz bank qilasiz. Bermas Muhammad Safarali 12 ming. Akam bilan bir xil ekansizlarga, akangizdan o'zingiz bank qilasizlar, sultan kafilligi bilan 12 ming beramiz. Agar jismoniy shaxs kafilligini olib keladigan bo'lsa, 20 ming 5 ming beramiz. Beramiz. O'zingiz bank qilasiz, sultan kafilligi bilan. Vaqtlarni namusingiz, hammalarni kattaroq sog' bo'lasizlar.